va nihoyat temir topdim. Endi buni qazib olib, sekin qishloqqa ketaversak ham bo'ladi. Bu yetib qoladi menimcha merga. Ha. Tosh qo'yib qo'yamiz. Fakelni olamiz. Ketdik endi. Hop. Barchaga salomatchilar, tushimsizlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan men Niko Chigirlar yangi video roligimizga xush kelibsizlar. Bolalar, video boshlanishidan oldin like bilan obunani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bo'lmasa men boshladim. Har doimgidek 13-qishloqda nima bo'lyapti? Qishloqda tushunmadim. Qanaqa uy? Mirna uyini oldida turibdimi? Tepadagi ekan. Qiziq. Hozir qo'yib olay. Borib ko'ramiz. Qiziq-ku. Fakelni shu yerga qo'yib qo'ysam, ana. Ana. Yaxshi. Telefonimni olib olay. Bo'ldi. Ketdik. Ko'ramiz bo'lmasam. Golemlar turibdi. Voy. Shitlar mer ham shu yerda ekan. Balakat, nima bo'lyapti bu yerda? Voy, endi men bu uyni o'zimniki qilib oldim. Endi men bu yerda yashayman. Mana bu merlaring bu uyni menga sotdi. Tushunmadim. Mer, siz bu nimalar deyapti? Men senga hech qanaqa uy sotganim yo'q. Sen uyni hujjatlarini o'g'irlab olding. Uyni hujjatlarini qaytar. Yo'q, bu hujjatlar meniki. Bu uy ham meniki. Sizlarga umuman bermayman endi. Voy mer, menga qarang. Chiq tur, Niko. Qaytarmaysanmi? Yo'q. Bo'lmasam, men adminga telefon qilaman. Bilganingni qil. Menga adminingdan cho'tmas. Qarab tursa hali. Oy, mer, nimalar bo'lyapti bu yerda? Niko, mana bu millioner yana bizning qishloqqa keldi. Keyin mani uyimni hujjatlarini o'g'irlab, bu uyni o'ziga rasmiylashtirib oldi. Iflos. Shunaqa deng. Adminga telefon qiling, anaqalar nima dedi? Minecraft fayllarni boshqatdan ochib tekshiramiz. Qo'ng'iroq qilyapman, lekin admin hozir ta'tilda ekan. Unday qilib bo'lmaydi. Voy, balakat. Nima qilamiz bo'lmasam? Mana mashina ham bor ekanmi? U 2 qavat quribdi. Nima qilishni o'zim ham bilmayapman. Nimadir ilojisi bormi? Bilmadim. Xohlasangiz yordam beraman, lekin menga ozgina pul berasizmi? Agar uyimni qaytarib bersang, 10 blok izbrut beraman. Yaxshi. Bo'pti, men ishlarimni qilib olay, keyin bir nima qilamiz. Bo'pti, kutaman. Balakat. Bunachilar yomon ishlar bo'lyapti ekan-ku. Aytmoqchi, shaxs hozir shaharga ketgan, mana bu fermani ham, buni ham anaqa qilishim kerak, nima dedi? Qarashim kerak fermalarga xullas. Shaxsda menga aytib qo'ygan, Niko, mana shu anaqaga qarab qo'ying, iltimos. Endi nima deymiz endi? Obunachilar qarab qo'yaylik. Qarab qo'ymasak bo'lmaydi. Hop, avval o'zimiznikini qilib olamiz. Pak. Hop, tushib ketibdi ozgina. Hop, bo'ldi. Ekamiz tez. Tak, mana yerni ham chopib tashlaymiz tez. Hop, mana. Fermani ham yangilashim kerak. Buni sizlar nima deysizlar? Kanalimiz ham 3000 ta bo'libdi. Endi 5000 ta obunachi qilsak, bolalar stream yoqaman, nima deysizlar? 5000 ta obunachi bo'lsa, shundoq mana stream yoqaman. 5000 ta obunachi bo'lsa. Hop, ferma ham bo'ldi. Endi shaxsga qaraymiz. Obunachilar ana bu millionerni nima qilsak bo'ladi? Hozir golemlardan so'rab ko'raman. Yo'q, golemlardan emas. Chunki ular aytishmaydi, bitta ursa osmonga uchib ketaman. Undan ko'ra birorta bir jitildan so'ragan yaxshi. Nima qilsa bo'ladi?
To'xtanglar, bilimdonni oldiga boraman. Bizda bilimdon degan jitel bor. Xullas, u yomon bir aqlli-da, lekin hayotda hech nimaga erishmagan. Xullas, o'shandan so'raymiz. Bu narsalar nima bo'ldi? Jetpackmi? Falokat. Baqqaboy qayerdan oldi buni? Mayli, qo'yib qo'yamiz. Sabzi meniki-da. Aha, bo'ldi. Hop, buni tashib yuboramiz. Yaxshi. Hop, endi kartoshkalarimizni, sotib kelsak ham bo'ladi. Sotib kelaveramiz. Chunki hozir bizga anaqa umuman kerak emas. Undan ko'ra kola bilan anaqa olib kelamiz. Iftorlikka ichgani tushunyapsizlarmi? Hop, obunachilar. Nimalar qilsak bo'lar ekan? Hozir mana shundoq tez qolay. Keyin bilimdonni oldiga borib, ozgina maslahatlashamiz. 10 ta izmirut berar ekan. Tushunyapsizlarmi? Men uyimni ham yangilashga ketadi-da bu pul. Agar uyimni ham yangilab olsam mazza bo'lardi. Yangi kompyuterlar olib, bundan ham zo'r sifatliroq videolar chiqardi. Hop, majitel bo'lsanga sovg'a. Hop, bizga nima kerak? Albatta 2 ta non. Uzr. Olay. Oy. Rahmat. Hop, jitel. Bizga qilich qurol kerak emas. Bittanaqa, pizza. Bo'ldi. Yetadi. Hozir buni shundoq. Chunki iftorlikka yeganing hech narsam yo'q edi. Mana olib oldim. Hop, bularni qo'yib qo'yamiz. Pulimizni albatta hamyonimizga solib olganimiz yaxshi. Hop, ana endi qo'yib qo'yamiz. Okey. Endi obunachilar. Bilimdon bu tomonda edi, adashmasam, hozir borib ko'ramiz. Voy, golemlar, so'qchilar ham bor ekan. Hali ham gaplashyaptim. Mayli. Hop, bilimdon. Bu yerda yo'q ekan. Mana. Hop, shundoq oldiga borib bu kim? Bilimdon, yaxshimisan? Xullas, ana u uyni ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Nima bo'pti? Xullas, bitta millioner kelib, merni uy hujjatlarini o'g'irlab, o'zini rasmiylashtirib, bir bola uy quribdi mana bu yerga. Shunga merni shu hujjatlarni qaytarishimiz kerak. Nima qilsak bo'ladi? Qochib tur. Nima qilsak bo'ladi? Bilmadim. Hujjatlar o'zida ekanmi? Ana millionerda? Ha, o'zidaman dedi. O'zida ekan. Xullas, qandaydir bir anaqasida qayerdaligini bilmayapman-da. Men xullas uy qurilayotganda ko'rib qoldim. Qandaydir bir maxfiy sandig'ini olib kirib ketishgan edi. Anaqa nima deydi? Uyning ichiga. Demak, o'sha sandiqning ichida deb o'ylaysan. Lekin u parolli edi. Parolni bilmadim qayerdaligini o'ma. To'xta, menga 1 soat vaqt ber. Nimaga? Men o'sha parolni qayerdaligini bilishga harakat qilaman. Mayli. Lekin hozir nima qilsak bo'ladi buni? Xullas, menda bitta reja bor. Uyning ichida ekan, demak, sandiq ham uyning ichida bo'lishi kerak. Xullas, uyda 2 ta tasoqchi qurilyapti, shundaymi? Ha. Demak, biz nimadir qilib uyning ichiga kechqurun tunda kirishimiz kerak va anaqa o'shani o'g'irlab qochishimiz kerak. To'g'ri qaytarib olishimiz kerak hujjatni. Bo'lmasam shunday qilaylik, sen parolni tezroq top. Yoki topish yo'lini menga ayt, men o'zim qidiraman. Yaxshi, topaman. Yo'q. To'xta. Menga bitta g'oya keldi. Qanaqa? Xullas, pastki qavatda bitta mashina turgan edi, ko'rdingmi? Ko'rdim, lekin mashinani parolga nima aloqasi bor? Xullas, men ertalab uyni qurishayotganda kapotiga qandaydir bir narsani yashirishayotganini ko'rdim. O'sha balki paroldir. Yaxshi topding. Hozir bilib kelaymi? Mayli, harakat qilib ko'rchi. Menimcha ana o'sha parol, yana bilmadim. Yaxshi, bilimdon, seni kallang ishlaydi. Burnim katta. Bilinyapti. Mayli, hozir kelaman. Obunachilar, bilimdonni gapida anaqa bir nima bor-da. Ular shu kapotini tagida bo'lishi kerak. Lekin
ozgina kutib turishimiz kerak-da. Sal quyosh botsa, golemlar ish anaqasi ketadi va golemlar ham yo'qolganda mana bu ham nima deydi, uyiga kirib ketganda biz ana o'sha parolni bilib, bir nimadir o'ylab topishimiz kerak. Xullas bir nima qilib ikkinchi qavatga chiqishimiz kerak. Mayli, hozir kamerani o'chiraman. Qo'ng'iroq bo'lyaptimi? Kim bo'lishi mumkin? Bilimdon. Allo? Niko, ko'chaga chiq, gap bor. Hozir chiqaman. Uxlab qopman balakat. Kech bo'lib ketibdi. Kutaman deb anaqa bo'lib ketdimi, balakat? Nima bo'ldi xullas? Gaplashdingmi? Gaplashdim. Xullas, menimcha ona o'sha yerda. Qurol yarog'ingni qil, kirkani ol. Hozir parol menimcha ana o'sha yerda bo'lsa, qilamiz. Yaxshi, lekin menda hech qanaqa qurol yarog' yo'q. Bitta kirkam bor. Max, bu yerda sen nima qilyapsan? Xullas meni oldimga mehmonga kelibdi. Mayli. Xullas qurol yarog' qayerdan olaman men? Shaxsning uyida menimcha qurol yarog' ko'rgandek bo'ldim. Jetpack ham bor edi. Как раз. Jetpack nimaga kerak bilasanmi? Yo'q. Jetpack bu osmonda, osmonga uchasan. O'ylayapsanmi? Bu juda ham zo'r degani. Bemalol osmonga uchsa bo'ladimi? Xuddi parashyutdek. Lekin u bir martalik emas. Juda ko'p ketadi. Yaxshi. Men bo'lmasam hamma narsamni ana qilib golemlar ketibdimi? Ko'rdingmi? Hamma ketgan. Bu yerda qayergadir ketibdi. Bu yerda ko'rmadim men. Mayli. Hozir chiqaman. Kirkamni olib o'tdi. Bo'pti. Bu yoqda. Okey. Hop, kirka. Tak. Bo'ladi, boshqa narsa kerak emas. Qilich olaveramiz. Har ehtimolga qarshi. Xullas, yetel. Nima deydi? Ketdim. Hop. Mana birinchi. Jetpack deganlari menimcha shu, Yaxshi. Kiysam shaxs xafa bo'lmasa. Mayli. Wow. Zo'r-a? Jetpack taqildi. Night vision. Wow. Zo'r narsa qilaymi? Qani ko'rasanmi? Tak, xo'p, qara hozir. Wow! Voy, palakat. Nima bo'la bu? Voy! Suvga tushib ketdim. Palakat. Voy, zo'r narsa ekan. Xullas, men ketdim, jitel omadli. Bo'pti, faqat sekin qil. Ana buni jetpackni ishlataverma. Hamma ko'p ketmaydi. Mayli, bo'pti. Xullas. Voy, tez yuraman. Menimcha bu oyoq kiyimni deb bo'lsa kerak. Hop, mana mashina. Hech kim yo'q. O'z chiqarmasligim kerak. Kirka bilan buzib olamiz. Voy! Palakat. Kapotda dedi. Ochilichi. Nimadir bor ekan. 9988. Bola, nima deb o'ylaysizlar? Shu parolmikan? Mayli. Tavakkal nima bo'lsa bo'ldi. Oldi tomondan chiqsammikin? Mayli. Hop, ana u oyna ochiq ekan. Mana shu yerdan chiqaramiz. Avval bu yerdan hozir chiqish qiyin. Mana bu yerga o'tib olamiz va mana bu yerga endi uxlayapti degan umiddaman. Sekin. Ko'rdim. Voy, uxlayapti. Mana shumi? Boshqa sandiq yo'q. Menimcha mana shu. Tak, 9988. 9988. Mana? Hujjat. Ismurudmi?
27 ta. Nice. Hop, endi o'tishim kerak. Hop, endi sekin suramiz. Voy. Voy. Mana shu qara bu. Uyg'onyapti. Qoch. Qoch. Voh. Niko qara u nima deydi? Qog'oz, yana hujjat. Mana qo'limda ko'rmayapsan, mana. Bu yoqqa olib kel. Ertalab mer qayerdaligini bilib, merni o'ziga berib qo'yaman. Ha, zo'r ishlaring. Bizdan zo'r jamoa chiqargan-a? Nima deysan? Hammasiga max-da, mana shu max sababli bo'ldi-da. Ha, to'g'ri aytasan. Bo'pti, men hozir kelaman. Obunachilar bilan xayrlashib kelay. Mayli, bo'pti. Hop. Obunachilar. O'zingizlar ko'rdinglar, videomiz shu yerdan iborat edi. Mana hujjatni anaqadan oldik. Ana bu yerda hali uxlab yotibdi. Ertalab bo'lsa, bilmadim nima bo'ladi. Xullas, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizlardan chiqmasin. Hammaga xayr.